بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. Amma ba'd, tungi namoz ahkomlari haqidagi darsimizni davom ettiramiz. Allohning nazmi bilan bugun 10-faslga kirishamiz. 10-fasl tungi namozdagi qiroatga tegishli masalalar. Ushbu fasl ostida 12 ta masala zikr qilamiz. Ibn al-Qayyim rahimahulloh Zadul Ma'ad kitobida aytadilarki, kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yusirru bil qira'ati fi salatil layli tara. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam gohida maxfiy qiroat qilardilar tungi namozda, gohida esa ovozini chiqarib o'qirdilar, gohida uzoq qiyomda turardilar, gohida esa yengilroq o'qirdilar degan. Xo'p, mana bu fasl ostida 12 ta masala zikr qilamiz dedik. Birinchi masala qiyomul laylni, ya'ni tahajjud namozini uzoq yoki uzun o'qish sunnatligi. Qiyomul layl aslida uzoq o'qiladi. Ya'ni uzun suralar zam sura qilinadi. Mana bu mustahab. Bunga dalil Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadis aytadilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga namoz o'qidim. Shu darajada uzun o'qidilarki, hatto bir yomon ishga qasd qildim dedi. Shunda bu nima ish qilmoqchi bo'ldingiz deb so'rashganda, shu Rasulullohni tark qilib o'zim o'tirib qo'ya qolsam degan bir narsa xayolimga keldi deydi. Endi biz nazdimizda bir oddiy ish, lekin sahoba buni yomon ish deb sanayapti-da endi. Rasulullahdek zot tikka tursa-yu, lekin men o'tirib olsam ham hurmatsizlik bo'ladi. Shuni yomon ish deb bilyapti. Ya'ni hatto Rasulullohni qo'yib o'zim o'tirib olmoqchi bo'ldim deganlar. Fathul Boriyda aytadilarki, bu Nabiy sallallohu alayhi vasallam tungi namozni uzoq o'qiganligiga dalil bo'ladi bu hadis. Chunki Ibn Mas'ud ham baquvvat bo'lgan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qo'ldan kelgancha iqtido qilishga rioya qiladigan sahobalardan bo'lgan. Bu zot, ya'ni Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qachon o'tirmoqchi bo'ldilar? Ya'ni u kishi odatlanmagan darajada juda uzoq turganligidan o'tirmoqchi bo'ldilar. Ya'ni o'zi aslida ozgina mashaqqatga bir sabr qila olmay qoladigan sahoba emas aslida. Ibn Mas'ud dedilar. Lekin o'zlari odatlanmagan darajada uzoq qolib ketganliklaridan o'tirmoqchi bo'lganlar. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tungi namozni uzun o'qiganliklaridan dalil dedilar. Va yana tungi namozni uzun o'qish, ya'ni yoki uzoq o'qish mustahabligiga dalil Oysha radhiyallohu anha rivoyat qilgan hadis. Aytadilarki, kana yaqumu minal layl hatta tatafattara qadamahu. Nabiy sallallohu alayhi vasallam kechalari shunday namoz o'qirdilarki, oyoqlari ishib ketardilar. Shunda Oysha onamiz, "Ya Rasululloh, nega bunday qilasiz? Axir Alloh sizni o'tgan va keyingi gunohlaringizni kechgan-ku" desa, Nabiy sallallohu alayhi vasallam, "Afala uhibbu an akuna abdan shakura", ya'ni shukr qiluvchi banda bo'lmaymanmi deganlar. Keyinchalik Nabiy sallallohu alayhi vasallam ozgina to'lishganlarida o'tirib o'qiydigan bo'lganlar, qachon ruku qilmoqchi bo'lsalar, o'rnlaridan turib keyin ruku qiladigan bo'lganlar. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis. Ikkinchi masala, xo'p, Nabiy sallallohu alayhi vasallam qaysi suralarni zam sura qilib o'qiganlar? Uzun o'qiganliklari, uzoq turib o'qiganliklari aytdik. Xo'p, aynan qaysi suralarni zam sura qilib o'qiganlar? Bunga misol keltiramiz. Misol tarzida keltiramiz. Baqara, Niso va Ali Imron surasini bir rakatda o'qiganliklari kelgan. Qancha bo'ladi? Taqriban 5 pora bo'ladi. 3 ta sura 5 pora bo'ladi. Shuni bir rakatda o'qiganliklari kelgan. Huzayfa radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Bir kecha Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan birga namoz o'qidim. Baqarani boshladilar. Shu 100 oyatdan keyin ruku qilsalar kerak desam davom etdilar deydi. Bir rakatda shu Baqarani o'qirganda unda desam Nisoni boshladilar deydi. Keyin Ali Imronni boshlab o'qidilar. Endi shu 5 porani tez o'qiganmi desangiz, yaqra'u mutarassilan debdi. Shoshmasdan dona-dona o'qirdilar. Agar tasbih oyatidan o'qsa tasbih aytardilar. Agar bir duo oyatidan o'tsa duo qilardilar. Panoh so'rash haqidagi oyatdan o'tsa panoh so'rardilar. Keyin rukuga bordilar. Rukuda subhana robbiyal azim deb aytardilar. Rukulari qiyomlariga yaqin edi deyapti. Ya'ni rukuda turishlari ham qiyomda turishlariga yaqin edi. Thumma qala samiyallohu liman hamida, keyin samiyallohu liman hamida deb turdilar. Keyin uzoq vaqt turdilar, rukuda turganlarga yaqin deyapti. Ya'ni rukuda turganlarga yaqin miqdorda rukudan boshlarini ko'targandan keyin ham shunga yaqin turdilar. Keyin sajdaga bordilar. Sajdada subhana robbiyal a'la deb aytardilar. Sajdalari ham qiyomlarga yaqin edilar deb keladi. Imom Muslim rivoyat qilgan hadis. Xo'p, ba'zi ulamolar mana shu hadisda, demak, shu 3 ta surani, Baqara, Niso, Ali Imronni 2 rakatga o'qigan deyishgan. Lekin zohiri bir rakatda o'qiganligi.
bir rakatda o'qiganligi zohiri, keyin rukuga ketdilar deyishidan zohiri bir rakatda o'qiganlar. Endi ikkinchi rakatda nima o'qigan aytilmadi. Ya'ni surada aytilmadi. Lekin bir rakatda o'zida endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan, ya'ni ikkinchi rakat ham birinchi rakatga yaqin bo'lgan, agarki farz namozlarda masalan qisqaroq bo'lsa ham, ya'ni odatda ikkinchi rakat birinchi rakatda sal qisqaroq bo'ladi-yu, lekin shunga yaqinroq bo'ladi. Ya'ni 5 bora o'qigandan keyin ikkinchi rakatda bir qul Allohu ahad o'qilmagan endi g'oliban. Lekin nima bo'lganda ham ikkinchi rakatda nima o'qiganligi bu hadisda kelmayapti. Yana bu hadisda olinadigan yana bitta foyda, suralarni qiroat qilishda tartibga rioya qilish, Qur'ondagi tartibga rioya qilish vojib emasligi. Chunki Qur'ondagi tartib bo'yicha Baqara, Oli Imron, keyin Niso keladi. Bu hadisda Baqarani o'qidilar, keyin Nisoni, keyin Oli Imronni o'qidi deyilyapti. Shundan ulamolar olib aytadiki, demak Qur'ondagi suralarning tartibiga rioya qilish qiroat qilayotganda vojib emas, mustahab deyishadi. Yoki masalan qorilar adashib masalan boshqa surani boshlab olsa, deylik tartibda boshqa surani boshlab olsa, uni yetkazib qo'yib, keyin narigi surani boshlab olsa ham bo'laveradi. Shart emas uni to'xtatib, keyin oldingisini o'qib, keyin yana buni o'qish. Shuni tugatib qo'yib, keyin yana qolib ketgan surani o'qib qo'ysa ham zarari yo'q. Xo'p, yana bitta misol keltiradigan bo'lsak, birinchi rakatda Baqara surasi, ikkinchi rakatda Oli Imron va boshqa bir sura o'qiganligi kelgan. Buni Avf ibn Malik rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga turdim. Namoz misvoq ishlatdilar, tahorat qildilar. Keyin namoz o'qish uchun turdilar va yonlarida turdim. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Baqaradan boshladilar deydi. Biron bir rahmat oyatidan o'tsalar, to'xtab Alloh taolodan so'rardilar. Azob oyatidan o'tib qolsalar, ya'ni azob oyatini o'qisalar, to'xtab Alloh taolodan panoh so'rardilar. Keyin ruku qildilar. Va rukularda qiyomlariga yaqin ya'ni qiyomlarda turganchalik turdilar. Rukularda subhanazil jabarut va al-malakut va al-kibriya va al-azama deb aytdi. Deb turib, "Summa qara Ali Imron, summa suratan." Keyin Ali Imronni o'qidilar, so'ngra bir surani o'qidilar va shunga o'xshash yana xuddi shunday qildilar deb, ya'ni ikkinchi rakatda, keyin deb, ya'ni ikkinchi rakatda Ali Imron va yana bitta surani o'qiganligini aytgan. Imom Ahmad rivoyat qilgan buni. Mana bu bir taqribiy misol. Endi uchinchi bir misol keltiramiz. Gohida Nabiy sallallohu alayhi vasallam bitta oyatni takror o'qib, tong otguncha qiyomda turganliklari kelgan. Abu Zar radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda aytadilarki, "Qaman Nabiy sallallohu alayhi vasallam bi ayatin hatta asbaha yuraddiduha." Nabiy sallallohu alayhi vasallam tong otguncha bitta oyatni takrorlab qiyomda turdilar. Bu oyat qaysi oyat edi? "In tu'azzibhum fa innahum ibaduk va in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Maida surasining 118-oyat. Shu oyatni takror o'qib, ya'ni tong otguncha shu oyat takrorladilar deb kelyapti. Imom Nasoiy rivoyat qilgan hasan hadis. Oysha onamizdan ham keladi. Qaman Nabiy sallallohu alayhi vasallam bi ayatin minal Qur'ani laylatan. Bir kecha Nabiy sallallohu alayhi vasallam Qur'ondan bir oyat bilan qiyomul layl qildilar, ya'ni namoz o'qidilar deydi. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan, Shayx Alboniy sahih degan. Abu Sa'id al-Khudriydan ham shunga o'xshash rivoyat qilingan. Qosim ibn Ma'in aytadi, ulamolardan Abu Hanifa rahimahulloh ham bir kecha balis saatu maw'iduhum was saatu adha va amr oyatini tong otguncha takrorlab chiqqanligi kelgan deydi. Demak, mana bu ayrim misollar. Endi hamma ham Baqara, Oli Imron, Nisoni yodlamagan. Xo'p, yodlaganlar hamma ham bitta rakatda masalan 5 bora o'qiydigan darajada uzoq tura olmasligi mumkin. Lekin inson qo'ldan kelgancha nima qilsin? Uzunroq o'qishga harakat qilsin deyiladi. Sunnatga muvofiq shu. Masalan, o'sha odatda kunduz kuni zuho o'qisangiz, sunnatlarni o'qisangiz, farz o'qisangiz, o'sha qisqa suralardan o'qib yurgan bo'lsangiz, Vodduhadan pasini, Alam tara kayfadan pasini kim yodlaganicha masalan, yoki amma porasini biron bir suralarni masalan zamsura qilib turgan bo'lsangiz, xo'p endi qiyomga turganda hech bo'lmasa uzunroq suralardan o'qing. Masalan, Taborak porasidan yodlagan bo'lsangiz, Mujadala porasidan yoki Zariyat porasidan, xullas, o'z bilgan suralardan uzunroq o'qishga harakat qiling, ya'ni qo'ldan kelgancha. O'sha aynan bitta pora o'qimasangiz ham, yarim pora o'qimasangiz ham, o'sha 2 bet, 3 betlik suralardan tanlab bo'lsa ham o'qing masalan, boshlanishiga masalan. U hamma ham birdaniga 5 paradan o'qib keta olmaysiz baribir. Lekin har kim qo'ldan kelgancha uzunroq o'qishga harakat qilsin. Hatto ba'zilar men bilmayman, masalan, ko'p yodlamaganman, unaqa uzun suralar yoki uzun o'qigim keladi, lekin yodlamaganman desa, uni ikkita yo'li bor. Biri, Qur'onga qarab bo'lsa ham o'qing. Madoim Qur'onga qarab o'qiy bilasizmi? Yodlamagan bo'lsangiz ham Qur'onni oling, telefonni ochib oling, telefonni ochib olib, o'sha telefonga qarab bo'lsa ham o'qing.
o'sha uzun suralardan. Bo'ldi, sunnatga amal qilgan bo'laverasiz. Masalan, o'sha yarim pora yoki bir poradan o'qiyman deyapsiz harakatiga yoki va hokazo. Bo'ldi, o'sha Qur'onni ochib olib o'qisangiz ham bo'laveradi. Namozda turgan holatda bo'lsa ham. Xo'p, namozda turib Qur'onga qarab o'qisa bo'ladimi, yo'qmi? Buni inshaalloh taroveh bobi haqida alohida yana nima qilarmiz, aytarmiz. Chunki tarovehda ko'proq Qur'onga qarab xatm qilsa bo'ladimi degan masalani shu taroveh bobida gapiramiz. Lekin umumiy joiz, bu narsa joiz. Xo'p, ikkinchi yo'li nima? Ikkinchi yo'li yodlagan suralaringizni ko'proq takrorlang. Mana hozir biz nima dedik? Nabiy sollallohu alayhi vasallam bitta oyatni ertalabgacha takrorladi deyapmiz. Shu alam tara kayfadan faqatgina Nas surasigacha bilsangiz ham, 10 sura bilsangiz ham, o'sha 10 surani qayta-qayta o'qing. Masalan, o'sha bir poraga 10 surani o'qing. Masalan, birinchi rakatga 10 surani hammasini o'qing, ikkinchi rakatga tursangiz yana shu 10 surani qaytaring. Yoki o'sha 10 surani 3-4 martalab qaytaring bitta rakatda o'zida. Keyin yana 3-4 marta yana qaytaring. Va hokazo. Ya'ni hozir bitta oyatni o'zini kechasi bilan qaytarib chiqdi deyilyapti. Bu ham bitta yo'li. O'zingiz yodlaganingizda qayta-qayta o'qiversangiz ham shu uzun o'qigan bo'lasiz. Yoki Qur'on qarab o'qisangiz ham shu sunnatga amal qilgan bo'laverasiz. Xo'p, uchinchi masala, tungi namozni boshlashda 2 rakat yengil namoz bilan boshlash sunnatligi. Aslida uzoq o'qish, uzun o'qish bu sunnat dedik. Lekin o'sha uzoq turib o'qiladigan namozni boshlanishida 2 rakat yengil namoz o'qib olib, keyin boshlagan afzal. Kana min hadihi sallallohu Oysha onamizdan kelgan hadis bunga dalil bo'ladi. Oysha onamizdan kelgan hadis bunga dalil bo'ladi. Aytadilarki, kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam idza qama min al-layli li yusalli iftataha salatahu bi rak'atayn khafifatayn. Nabiy sallallohu alayhi vasallam kechasi namoz o'qimoqchi bo'lsalar, namozlarini 2 rakat yengil namoz bilan boshlardilar, deyapti. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, idza qama ahadukum min al-layl, sizlardan kim kechasi tursa, ya'ni qiyomda turmoqchi bo'lsa, falyaftatih salatahu bi rak'atayn khafifatayn, namozini 2 rakat yengil namoz bilan boshlasin deganlar. Oysha onamizning hadislari Rasulullohning fe'li sunnatlari. Fe'li sunnatlari. Oysha onamiz nima deyapti? O'zlari qachon kechasi tursalar 2 rakat yengil namoz bilan boshlardilar, deyapti. Abu Hurayraning hadislari qavli sunnatlari. Nabiy sollallohu alayhi vasallam so'z bilan ham ummatiga targ'ib qilib, sizlardan kim kechasi tursa 2 rakat yengil namoz bilan boshlasin deb Rasulullohning so'zlari bilan ummatni ham shu narsaga targ'ib qilyaptilar. Imom Navoiy aytadilar Majmu' kitobida as-sunnatu an yaftatiha salatal-layli bi rak'atayn khafifatayn. Ya'ni sunnat tungi namozni 2 rakat yengil 2 rakat yengil namoz bilan nima qilish, boshlash. Undan keyin xohlagancha namoz o'qiydi deydi. Lekin buni ulamolar nima qilishmagan? Doimiy emas deyishgan. Ya'ni doimiy emas. Yani doimiy emas deganim illoki shu 2 rakat bilan boshlash kerak emas, balki gohida Nabiy sallallohu alayhi vasallam to'g'ridan-to'g'ri uzun sura o'qiganliklari ham kelgan. G'olib, ya'ni g'oliban shu 2 rakat yengil namoz bilan boshlab, keyin nima qilgan afzal. Xo'p, endi shunga taalluqli ba'zi masalalarni zikr qilamiz. Ya'ni 4-masala bu 2 rakat yengil namozning hukmi nima? Muhammad ibn Nasr al-Marwazi rahimahulloh Muxtasar Qiyamul Layl kitobida aytadi: "Hada indana ixtiyorun va laysa biwajib." Ya'ni bu mustahab, vojib emas. Qarang, Abu Hurayraning hadisida Nabiy sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? Sizlardan kim kechasi tursa, namozini 2 rakat yengil 2 rakat namoz bilan boshlasin deydi-yu. Boshlasin deb amr keldi. Namozini o'qimoqchi bo'lgan namozni 2 rakat yengil namoz bilan boshlasin deyildi. Bu amr aslida vojiblikka dalolat qiladi. Lekin Muhammad Nasr al-Marwazi aytibdi, bu vojib emas, ixtiyor, ya'ni mustahab deyapti. Agar to'g'ridan-to'g'ri uzun suralar bilan boshlasa ham joiz deyapti, muboh. Nimaga desa, chunki Huzayfa radhiyallohu anhu bir kecha Rasululloh bilan namoz o'qidim deb turib, o'sha Baqaradan boshladi, keyin Nisoni, keyin Ali Imronni o'qidi deb turib, shu to'g'ri o'sha 5 rakat o'qiganliklarini rivoyat qilyapti. Ya'ni 2 rakat yengil namoz o'qib olib, keyin buni o'qidi demadi. Demak, gohida to'g'ridan-to'g'ri o'qisa ham bo'laveradi. Xo'p, 5-masala, bu 2 rakat yengil namoz bilan tungi namozni boshlashning hikmati nima? Nega to'g'ridan-to'g'ri uzun o'qimasdan birinchi 2 rakat yengil namoz o'qib olinadi deyilsa, Imom Navoiy rahimahulloh Imom Muslimning sharhida aytadiki, liyanshata bihima lima ba'dahuma deydi. Ya'ni to'yinki shu 2 rakat yengil namoz bilan keyingi uzun o'qiladigan namozlarga bir nima g'ayrat oshish uchun, g'ayrat hosil qilish uchun, ya'ni deganlar. Imom Sindi Musnad, Imom Ahmad Musnadlarga yozgan hoshiyasida 2 ta nimani zikr qilgan, hikmatni. Ehtimol degan lil mubadara ila izalati uqdati shayton. Yani shaytonni tugini tezroq yechishga shoshilish uchun degan. Biz nima dedik? Inson hadisda keladi, uxlayotgan paytda gardaniga shu 3 ta nima qiladi? Tugun tugadi.
hali tun uzoq uxlayver deb 3 ta tugun tugadi deyildi. Inson kechasi turib Allohni zikr qilsa bitta tugun yechiladi, tahorat qilish bilan ikkinchisi yechiladi, namoz o'qish bilan uchinchi tugun yechiladi deyildi. Go'yoki shu kamida 2 rakat namoz o'qisangiz uchinchi tugun yechiladi endi. Shu 2 rakat yengil o'qib olsangiz tugun tezroq yechiladi. Bu yoqqa, ya'ni keyingi namozlarni bemalol keyin boshlashingiz yoki uzoqroq boshlashingiz nima bo'ladi? Bitta nimasi hikmati shu deyapti. Mubadara ila izalati uqdati shayton. Shu shaytonning tugunini tezroq yechish uchun. Awl yahsula bihima al-istinas bis-salat yoki namozga ko'nikma hosil qilish uchun. Ya'ni 2 rakat yengil o'qib olib, namozga ko'nikma hosil qilib, keyin uzoqroq namoz o'qish uchun. Ya'ni odatda ham o'zi shu narsa-ku, ya'ni har qanday narsa birdaniga nima qilinmaydi-ku, to'g'rimi? Ya'ni masalan, hozir mashinani ham birinchi qizitib olinadi ozgina, keyin yuriladi. Ya'ni to'g'ri zavod qilib gazni bosib ketilavermaydi-ku. Futbol o'ynaganlar ham ozgina qizib olmoqchi bo'ladi. Qizmaganlar tramvay olib o'yindan chiqishga to'g'ri keladi ko'pincha. Ya'ni o'sha bu narsa o'zi odatda ham ko'rinadi bu narsa. Xullas o'shanga o'xshash narsa. Ya'ni bu go'yoki ozgina yengil 2 rakat o'qib olib keyin boshlash, undan keyingi namozlarga bir ko'nikma hosil qilish uchun deganlar. Xo'p. Hozir o'zi uzun o'qish nima dedik? Mustahab dedik. Bu uzun o'qishni boshlashdan oldin 2 rakat yengil o'qib olgan yaxshi dedik. Endi uzun o'qishga taqriban misol keltirdik 5 rakat, 5 porani Rasulullohning sunnatlaridan. Endi bu yengillik qancha bo'ladi? 2 rakat yengil o'qish miqdori qancha bo'ladi? Ya'ni keyingi masala, 6-masala. 2 rakat yengil o'qib olish nima deyapmiz? Mustahab deyapmiz. Yengil o'qib olish qancha bo'ladi? Ya'ni 5 porani oltida qancha bo'lishi mumkin? Bunda bir nima kelmagan, qarang. Hadisda zohirida bo'ldi 2 rakat yengil o'qib olsin deyildi. Rasululloh 2 rakat yengil o'qirdilar deb keldi. Aniq bir miqdor aytilmadi. Lekin bu o'sha Muhammad Nasr al-Marwazi Muxtasar Qiyamul Layl kitobida keltirgan Hishom aytgan ekan. Fakana Ibn Sirin yaqra'u fihima. Ya'ni Ibn Sirin tobiinlardan Muhammad ibn Sirin shu sunnatga amal qilib nima o'qirganlar yengil 2 rakatda? Birinchi rakatda ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wa la khulla. Baqara surasining shu oyatidan to ashabun nar hum fiha xolidungacha. Ya'ni 257-oyatgacha. Ikkinchi rakatda lillahi ma fis samawati va ma fil ardi suraning oxirigacha deyapti. Ya'ni ikkalasi ham taqriban bir bet. Bir betga sal yetmaydi. Ya'ni hozir birinchi rakatda o'qigani ham, ikkinchi rakatda o'qigani ham lillahi ma fis samawati va ma fil ardi oxirigacha. Keyin nimani ham ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wa la khulla oyatidan, ya'ni bet to'lib, keyingi betda ozgina, ya'ni bir bet taqriban birinchi rakatda o'qiladigani, keyingi rakat, ya'ni taqriban bir bet, ya'ni shu bir bet o'qishda yengil deyilyapti. Ya'ni bu salaflardan qo'llaganlardan kelgan bu. Endi o'zi o'sha uzoq o'qiganimiz bir bet bo'ladigan bo'lsa, o'sha qul huvallohu ahad, inna atoynakal kavsar va asr suralaridan boshlab ham shu yengilgina o'qib olib, keyin o'zi bir betdan tushib olsak ham yaxshi, ya'ni. Bu nimaga nisbatan, endi oldingilarga nisbatan shu endi bir bet deyapti. Yengil o'qigani o'sha bir bet deyilyapti. Xo'p, keyingi 7-masala Nabiy sallallohu alayhi vasallamning tahajjud namozida qiyomda turish yoki o'tirib o'qish, ya'ni tika turib yoki o'tirib o'qish borasidagi sunnatlari. Ibn al-Qayyim rahimahulloh Zadul Ma'ad kitobida aytadilar: "Va kanat salatuhu bil-layli thalathatu anwa'." Nabiy sallallohu alayhi vasallam tungi namozlari 3 xil bo'lgan deydi. 3 xil ko'rinishda bo'lgan. Ahaduha va huwa aktharuha. Eng ko'pi birinchisi va huwa eng ko'pi salatuhu qoiman, turib o'qiganlar. Hatto oyoqlari ishib ketadigan darajada nima ko'p turganlar. Demak, turib o'qiganlar. Bu birinchisi. As-sani annahu kana yusalli qa'idan va yarka'u qa'idan. Ikkinchisi o'tirib o'qirdilar gohida va o'sha o'tirgan holatda ruku qilardilar. Ya'ni imom bilan ruku qilardilar. O'tirib o'qirdilar tungi namozni va o'tirgan joyda ruku qilardilar. Bu ikkinchi ko'rinishi. Uchinchi ko'rinishi annahu kana yaqra'u qa'idan. O'tirib qiroat qilardilar va idza baqiya yasiru min qira'atihi qama faraka. Agar qiroatiga ozgina qolganda tika turib tugatib qo'yib, keyin tika turgan holatda ruku qilardilar. Mana bu uchinchi ko'rinishi deydi. Va anwa'u thalathatu sahhat anhu. Uchala turi ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahih kelgan deyapti. Sahih hadislarda kelgan deyapti. Nima turib o'qishmasa, ya'ni o'tirib o'qib, keyin ozgina qolganda turib o'qirdilar deyilyapti-ku. Bundan oldingi hadisda bir kelgandek bo'ldi bu narsa. Xullas uchala holat ham kelgan deyilyapti.
Demak, qarang, aslida qiyom namozi uzoq o'qilishi, ya'ni uzun suralarni zamsura qilish mustahab dedik. Endi shunga toqati yetib, tika turib o'qiy olsa yaxshi. Endi kimdir oyog'i og'rib ketganligidan o'tirishga to'g'ri kelsa, uzoq o'qigim keladi, lekin oyog'im og'riydi yoki oyog'im og'riganidan men nima o'qiyotganimni bilolmay qolyapman, tadabbur qilolmay qolyapman desa, o'tirib bo'lsa ham o'qing deymiz. Ya'ni shu o'tirib o'qishingizda ko'proq xotirjam bo'lib o'qiyman, nima deyotganimni, masalan, nima o'qiyotganimni tadabbur qilib o'qiyman ko'proq desa, o'tirib bo'lsa ham o'qing deyiladi. O'tirib o'qish joiz. Bo'lib ham siz uzr bo'lganligi uchun, ya'ni qo'lingizdan imkon boricha charchagunizcha o'qidingiz tika turib, charchaganingiz uchun yana uzoqroq o'qiy deb turib o'tirib olsangiz, inshaalloh tika turib o'qiganning ajrini olasiz. Endi hech qanaqa uzr yo'q. Boshdan bosh uyqungizdan turdingiz, o'zi o'tirib o'qisangizchi, bu ham bo'laveradi. Faqat tika turganning yarim ajrini olasiz. Tika turib o'qiganning yarim ajrini olasiz. Ya'ni shariatimiz nafl namozlarda yengillik bergan. Taqriban farz namoz bilan nafl namoz orasida ba'zi ulamolar zikr qilishgan 30 dan ortiq farq bor. 30 tadan ortiq farq bor farz bilan nafl namozlar orasida. Aksari nimaga qaratilgan? Ya'ni nafl namozlarda yengilliklar berilgan. Yengilliklar berilgan to'yinki inson o'sha shartlarni qiyin qilib qo'yilmadi, nafl namozlarni ko'paytirish uchun. Nafl namozlarni ko'paytirish uchun o'tirib bo'lsa ham o'qing. Ba'zi tarovih namozlarida ham shu o'zi bir pora qilinadi. Ko'p masjidlarda bir pora xatm qilinadigan masjidlarda bir pora o'qiladi. Chiday olmasdan ketib qoladi. Yo'q, o'tirib bo'lsa ham o'qing. Ketib qolgandan ko'ra o'tirib bo'lsa ham o'qing. Ya'ni uzrsiz o'tirgan bo'lsangiz yarimini olasiz ajrni, yo uzr bilan o'zi charchaganingiz uchun, yo shu bugungi kun ko'p charchadingiz, ishlaringiz ko'payib ketib, kunduzi dam ololmadingiz. Shu charchaganingiz uchun endi hozir o'tirib o'qiyotgan bo'lsangiz yoki kasal bo'lganingiz uchun o'tirib o'qiyotgan bo'lsangiz, u ajrni to'liq olasiz. Hatto yarim ajr emas, ya'ni to'liq olasiz deyiladi. Shu o'tirib o'qisangiz, qanday ruku qilaman desa, o'tirgan holatda ruku qilsangiz ham bo'ladi, yoki ozgina qolganda tika turib, keyin ruku qilsangiz ham bo'ladi. Bu ham, lekin o'sha inshaalloh bu tarovih namozi haqida o'tganimizda yana o'tarmiz. Lekin ba'zilar qilgandek nima qilmang, o'sha har salom berganda imom ruku qilguncha namozga kirmay turadi. O'tirib, keyin imom rukuga ketayotganda Allohu akbar deb turib, keyin nima qiladi? Yo'q, undan ko'ra namozga boshidan kirib o'tiring. Mayli, o'tirib nima qilavering, lekin boshidan nima o'tkazib olmang. Erta Fotiha o'qilyapti, qancha nima o'qilyapti, u o'sha bir lahza bo'lsa ham namozda turishingiz siz uchun yaxshiroqda. Xo'p, charchab ketgan bo'lsangiz ham shart emas, u tikka turib boshlashingiz. O'sha o'tirgan holatda Allohu akbar deb boshlayvering. Ya'ni 2 rakatda dam olib olingda, keyin yana turib davom etkazing, masalan, keyingi rakatda. Ammo birinchi rakatda doim o'tirib rukuga kelganda Allohu akbar. Ba'zi ulamolar shu Fotihaga qodir bo'lib turib bu tarzda qilsa namoz bo'lmaydi deydi. Nimaga desa, u Fotiha kimdan soqit bo'ladi? Kechikib kelgan kishidan. Bu yerda turib ataylab namoz kechikib kirsa, u Fotihani ham o'qimagan bo'lsa, to'g'ri rukuga ketayotgan paytda turib Allohu akbar deyishida hatto shunisi ham o'tmaydi deganlar bor. Allohu a'lam. Shu yerda bir to'xtasak bo'lar ekan. Subhanakallohumma va bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.